على حبيبك نبيك مصطفى. Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You came to me, not our me. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want. Орта Азиядагы Саидтер уюму пайгамбарыбыздын урпактарынын өздүктөрүнүн тактоо иштерин улантууда. Бул багыттагы комиссиянын чечими менен Ош областынын Кара Суу жана Өзбекстандын Кубасай шаарындагы Саидтерге өздүк документтер ыйгарылды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу туугандар, урматтуу замандаштар. Мына Борбор Азия Саидтер борборуна кайрылуу келип түшкөн. Ошол кайрылуунун негизинде бир канча вакыттардан бери комиссия тобу тарабынан иликтөөлөр жүргүзүлүп, тарыхы такталып, бүгүн документтери даяр болду. Уруксат берсеңиздер, ошо документтердин өз ээлерине тапшырып койсок. Ал-Саид Исмаил Жан бин Азим Саид Амири Ходжа Ал-Хусайни Ал-Шариф. Аллах мубарак кылсын. Al-Said Rajab bin Shakar Al-Musawi Al-Husayni Al-Sharif. Allah mübarek kılsın. İnşallah. Allah mübarek kılsın inşallah. Al-Said Andalib bin Muhammed bin Qismatullah Said Amiri Hoca Al-Husayni Al-Sharif. Allah mübarek olsun. Al-Said Abdülmecid bin Cemaluddin Said Amiri Hoca Al-Husayni Al-Sharif. Allah mübarek olsun. Al-Said Mahmud Can bin İslamiddin Said Amiri Hoca Al-Husayni Al-Sharif. Al koyuyoruz. Al-Said Baburcan bin Cemaluddin Said Amiri Hoca Al-Husayni Al-Sharif. Allah mübarek olsun. Al-Said İlyas bin İsmail Can Said Amiri Hoca Al-Husayni Al-Sharif. Allah mübarek olsun. Al-Said Nurullah bin Adam Said Amiri Hoca Al-Husayni Al-Sharif. Allah mübarek olsun. İlahi amin. Allah Teala shunchalik mehnat qilyapsiz. Allah sizdan rozi bo'lsin, Parvardigor. Qilayotgan amalingizga Allah ikki dunyo saodatiga erishtirsin, Parvardigor. Said Umar, Allah umringizni uzoq qilsin. Shu yo'lda sizni Allah Teala sabri jamil bersin, kuch-quvvat bersin. Shu boshlagan ishingizni oxiriga yetkazing. Allah sizga madadkor bo'lsin. Parvardigor, shunchalik sat joylardan kelib mana shu narsalarni aniqlab, shunchalik narsalarni qilyapsiz. Allah sizga buyuk darajalar bersin. Allohdan so'raymiz, sizga faqat yaxshilar so'raymiz. Biz mana shu yerda mana shu Saidzodalar mana kimligimizni aytib deb qo'limizga hujjatimizni beryapsiz. Alloh taolo bizga ham insof tavfiq bersin. Alloh taolo shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yo'lidan yurishdan, sunnatga amal qilib, Allohning farziga bo'lsin, yashab o'tishga Alloh bizga nasib qilsin. Alloh bizlarga ham yaxshiliklarni ato qilsin. Xudodan doim duo qilib so'raymiz. Parvardigor shu yerda hammalarimizga o'zini yaxshilik ato. Sizga ham Alloh taolo uy bo'lingiz bilan tinch qilsin. Parvardigor shu ishda qilayotgan ishlaringizga Alloh sizga yengilliklar bersin. Borgan joyda Alloh taolo va Parvardigor yuzingizni yorib, martabangizni ulug' qilsin. Allohim shu borganingizda sizni borgan joyda insonlar sizni yaxshilik bilan, xursandchilik bilan qabul qilsin. Allohdan faqat sizga yaxshilik tilaymiz. Allohim hammamizni tinch qilsin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Alhamdulillah ve salatu ala Resulil Nebiyil Kerim. Mana alhamdulillah biz ham mana shunday bir chiroyli qarindosh urug'larni qatorida mana shunday hujjatlarni olishlikka Alloh taolo nasib etdi. Endi albatta bu katta bir mas'uliyat. Qo'limizdan kelgancha endi inshaalloh amalimizni qilib, ibodatimizni qilib, payg'ambarimizni yurishlarida yurib, aytganlarini qilib yurishga albatta inshaalloh yana harakat qilib yuramiz. Endi mana Said Umar akamizni mana sharofatlari bilan bir tomondan mana qarindosh urug'larni topdik. Mana bular bilan silay rahim qilishlikka inshaalloh mana harakat qilamiz. Mana bu jiyanlarni topdik mana alhamdulillah. Shu bilan birga mana eng bir hujjatlarimizni mana qo'limizga olib juda xursand bo'lib turibmiz alhamdulillah. Endi doim mana shunday bir chiroyli hayot kechirishlikka iloji boricha mas'uliyat sezib yashashlikka Alloh taolo barchamizni o'zini to'g'ri yo'lidan adashtirmasin. Men mana O'zbekistondan, Quvasoydan keldim. Bular mana bizni hammalari, bizni amakilar, qarindoshlar. Inshaalloh bular ichida mana tanimaganlarimizni tanib, mana inshaalloh juda bir xursand bo'lib turibmiz. Duo qilaylik Alloh subhanahu va taolo bu Said Umar akamizni Alloh umrlariga, rizqlariga Alloh barakat taqsin. Doim Alloh taolo baxt saodat bersin. Yuzlarini yorug' qilsin. Qalblarida nima ezgu maqsad tilaklari bo'lsa Alloh ziyodasi bilan taqsin. Doim mana shunday bizga bosh bo'lib, doim to'g'ri yo'lga boshlab yurishni Alloh o'zi nasib qilsin. Va sallallohu taala ala xayr xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Al-Sayyida Rahila bintu Azim bin Rahim Sayyid Amiri Xoja Al-Husayni Al-Sharifa. Allah mübarek kılsın. Allah mübarek kılsın. Al-Sayyida Hafiza Han bintu Azim Sayyid Amiri Xoja Al-Husayniya Al-Sharifa. Allah mübarek kılsın. Al-Sayyida Hamida Han bintu Azim bin Hamid Sayyid Amiri Xoja Al-Husayniya Al-Sharifa. Allah mübarek olsun. Tamam şu işin ileri olsun, daha yolun açık olsun. Şu demeleri yana köveysin. Şulardan yana işin yeri aldığa cüdüsün. Allah şifa versin oruğanlarga, özün örgüyem sen soğuk versin. İşin yeri ileri olsun ballar. Sizlerden onlarına uzun olsun. Şu Peygamber razı demelerini hesap gelipsin. Hersiler bizdeyem neme kıldın rahmet karıganda. Vergem son rahmet ilan. Şuna iyilik olsun. Daim yolun açık olsun. Rahmet ya Allah. Allah'ım fethedin. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Biz mana O'zbekistonning Quvasoy shahridan keldik. Mana Saidlar uyumini boshlig'i Said Umar akamizni mana tashabbuslari bilan mana hujjatlarni qo'limizga oldik. Alhamdulillah. Biz bundan juda xursandmiz. Alhamdulillah. Endi bizni opoqimiz mana dadamizni dadalari Eshoni Safiy deb asli Safiyulloh bo'ladi ismi. Eshoni Safiy deb atashadi. Bu kishi mana o'rislar bostirib kelganlarida u kishini qamashgan bo'ladi va o'sha har safarki u kishi namoz mahali bo'lganda qulflar ochilar ekanda borib toratini qilib kelib namozini qilib ibodatlarni qilib yurar ekan. Lekin bunday qochib ketish yo nima qilishlar bo'lmagan ekan. Buni ko'rgan o'rislar keyin opoqimizga ko'p ozorlar berishib, "Sen qanday bu qulfni ochyapsan? Bu qanday bo'lyapti?" degan bir nimada ko'p tilni ham bilmagan o'ris tilini ko'p azoblar berishgan ekan. Shundan keyin kattalari buni o'zi nazorat qilib ko'rgandan keyin bu Xudoning qudrati ekanligini, Alloh taolo shunaqa bir karomat berganligini ko'rgandan keyin u kishi keyin bo'ldi eshon, men seni oddiy inson emasligingni, sen bir Xudoning bir suyukli bandasi ekanligini bildim deb bu odam keyin opoqimizni o'sha chiqib ketishlikka
bir yo'l ochib bergan ekan. Shundan keyin opoqimiz mana shu Tojikiston tarafdan mana shu O'zbekiston Quvasoyga kelgan. Mana shu yerda mana yashab 3 yil yashagan. Bu gaplarni aytishimizki, biz o'zimiz mana bo'lmaganmiz, otalarimiz o'sha mahalda 10 yashar bolalar bo'lgan, biz o'zimiz ko'rmaganmiz. Lekin bu mana shu oqsoqollarimizni tildan tilga o'tib payg'ambarimizni bu urug'lardan bo'lishadi, bular eshonlar deb biz opoqlarimizni ko'p karomatlarini gapirib berishib, shu biz quloqdan eshitib, so'zdan, odamlardan eshitib shu holatlar bo'lgan. Endi alhamdulillah mana bu holatni mana hujjatlarimizni mana oldik, yana qarindosh urug'larni topdik inshaalloh. Bunga biz juda xursandmiz. Alloh rozi bo'lsin o'sha bosh qosh bo'layotganlardan. Endi opoqlarimizni bu manoqiblarini, bo'lgan voqea karomatlarni gapiramiz desak juda gaplar ko'p. Aslida juda ko'p holatlarda mana shunaqa bir holatlar bo'lgan. Lekin bularning hammasi o'sha ularni qilgan ibodati sababli, doim Alloh taologa bo'lgan ilinji, tavakkali sababli Alloh taolo bergan ekan. Mana opoqlarimizni hattoki oqsoqollar aytishadiki, bu odamni biz hech kechasi uxlaganini ko'rganimiz yo'q. Kechasi faqat ibodat qilar edi, bu kishini uxlaganini ko'rganimiz yo'q deyishadi. Shunday ekan, dunyoda ham juda bir zuhdda yashagan, dunyodan tarki dunyo qilib yashagan, hattoki uylari ham oddiy, shunaqa bir past uylarni qurib, o'ta bir haligidaqa mahobatga qiziqmagan inson bo'lgan ekanlar. Buni mana ko'pchilik oqsoqollarimiz, yosh ulug'larimiz buni bizga gapirib berishadi. Biz shulardan eshitib mana bu narsani xabardor bo'lganmiz. Biz o'sha opoqlarimizni shajaralari, avlod shajarasi bizni aynan opoqimiz qo'lida bo'lgan ekan. Lekin opoqimizga o'sha madrasa ko'rganligi uchun, ko'p ilm yo'lida yurganligi uchun ko'p tazyiqlar bo'lgandan keyin o'sha shajara opoqimiz qo'lida yo'qolgan ekan. Ana endi buni biz bilmay yurar edik, lekin shu og'zaki xalqdan eshitib yurar edik. Mana alhamdulillah endi mana bu narsa yo'lga qo'yilib, mana oqtarib topilib, mana bizni qo'limizga bu hujjatlarni berishdi. Biz endi Quvasoyda mana katta oilamiz, singillar bor, aka-ukalar bor. Shu bilan birga amakilar mana Tojikistonda bor, Dushanbe bu yerda mana Vahyo degan joylarda, Arzing, Langar, bu Laxshi degan joylarda ham mana juda ko'p avlodlarimiz bor alhamdulillah. Bularning ichidan bitta shu opoqimiz shu O'zbekistonga kelib o'tib qolgan. Shu 3 yil mana shu O'zbekistonda Quvasoyda yashab o'tgan. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin va alihi va sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum. Biz shu Qorasuda yashaymiz. Endi biz yoshligimizda otalarimiz bizga shu Saidzodalardanmiz deb aytardi. Shu xalqlar, shu yerdagi aholi bizni otalarimizni bizlarni hurmat qilardi. Biz bu narsani yoshlikda tushunmasdik, nimaga bunaqa derkin deb. Keyin yoshimiz ulg'aygan sari biz sekin-sekin anglab yetdikki, bu Saidzodalar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning avlodlari ekan. Biz otalarimiz shu urush davrlarida shu yerga kelib, avval o'zi Tojikistonda bo'lgan, shu yerga kelib shu turg'un bo'lib qolgan. Biz shu yerda tug'ilganmiz, mana shu oilamizda hammamiz shu yerda tug'ilganmiz. Biz mana shu yerda mana shuncha yildan beri 65 yilga 65ga kirdik, xudo xolasa inshaalloh. Alhamdulillah. Endi men demoqchimanki, biz doim bu narsani bilardik. Bu narsa baribir kun ochiqqa chiqadi deb Xudodan umid qilardik. Alloh taolo shu kun bugunga nasib qilingan ekan. Alhamdulillah. Shu Said Umar hoji mana shu narsalarni taxlab, tasdiqlab, Saudiya Arabistonlarga borib, qayerlarga sajronomalar olib kelib, shunaqa narsalar bo'ldi. Biz buni eshitgandan keyin biz ham o'zimiz hujjatlarimizni topshirdik, iltimos qildik, qayrildik bu nimaga. Shundan keyin mana 3-4 oy ichida bu narsalar tasdiqlanib, bugun bizni oilamizda juda katta quvonch. Alloh taolo bizga shu narsani nasib qildi. Bizni kimligimizni Alloh bugun bizga ochiq oydin qilib berdi. Alhamdulillah. Mana Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Bugun oilamiz hammamiz mana shu narsani hujjatlarimizni oldik. Bu hujjat olish bilan hech qanaqa biz kibrlanish yo'q. Biz mana shu oddiy xalq bilan bir xildamiz. Hech qanaqa oshcha joyimiz yo'q. Bizni nimamiz
Şu ota babalarımız, ya'ni bizni ota babalarimiz kelib shu yerga nimani olib kelgan? Ular dinni olib keldi, da'vat qildi, targ'ibot qildi. Shu yerda mana misol uchun O'rta Osiyoda dinni yoyilishiga sababchi bo'lgan odamlarni zurriyotlarimiz alhamdulillah. Bundan keyin biz o'zimiz ham alhamdulillah bundan keyin qancha xatolarimiz bo'lsa xatolarni to'g'rilab, inshaalloh Allohdan istig'for aytib, o'zimizga tavba qilib, endi bundan keyin shu ota bobolarimiz yurgan yo'lda yurishga inshaalloh Xudodan so'raymiz. Alloh bizga ham kuch-quvvat bersin. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love. Taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina